Silkway Star xalqaro tanlovi g'olibi Mishel Jozef Mongoliyaning oliy davlat mukofotlaridan birini oldi. Milliy erkinlik va mustaqillik tiklanishining 114 yilligiga bag'ishlangan marosimda prezident unga o'z qo'li bilan Altan Gadas Odon qutb yulduzi ordenini topshirdi. Ta'kidlash lozimki, ijrochining ijodi betakror. U an'anaviy qo'shiqlar bilan birga pop, R&B va funk elementlari mavjud asarlarni ham ijro etadi. Mishelning Mongoliya madaniyati va san'atiga qo'shgan hissasi uchun bu mukofotga loyiq ko'rildi. Ayni vaqtda u Silkway Star maydonchasida dunyoga mashhur yulduzlar porlashini tasdiqladi. Миний хувьд энэ жил бол үнэхээр гайхалтай одоо Prezident ordenni topshirar ekan, Altan Gadas yulduzi kabi porlayver, dedi. Betakror hissiyot. Xalqaro sahnada faqat mening ismim emas, yurtim nomi ham yangraganidan quvonchdaman. Bu mukofot yangi narsalar yaratishga, muvaffaqiyatlarga ilhomlantiradi. Konkurs Silkway Star 3 oy davom etdi. Yagona sahnada 12 davlat, shu jumladan Xitoy, Gruziya, Qirg'iziston, Malayziya, O'zbekiston, Ozarbayjon va boshqa davlatlar vakillarini jamladi. Grand finalga 7 nafar ijrochi o'ta oldi. G'alaba esa mongoliyalik ijrochi Mishel Jozefga nasib qildi. Tanlovning barcha epizodlari telekanalimiz efirida namoyish qilindi. Grand finalni jonli efirda Qozog'iston, Ozarbayjon, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarda tomosha qilishdi. Umuman olganda mega loyihani dunyo bo'ylab 120 million tomoshabin kuzatib bordi.